Assalomu alaykum. Sizlar bilan Suhrob, bu Uzbisaytov kanali. Demak, bugungi video obzorimizda nima haqida gaplashamiz? Xo'sh, bugungi video obzorimizda qanday qilib Bitget va Binance birjalaridan to'g'ri ro'yxatga o'tish va ularda qanday qilib savdo qilish mumkin, har xilcha yo'llari va hokazo shular haqida va o'zimni qisqacha sizlar uchun sovg'a sifatida xizmatimni taklif qilmoqchiman. A, Buni albatta hammasi bilan tanishib chiqasizlar. Videoni shu oxirigacha ko'rsangiz, albatta hammasi bilan sizlarga tanishtirib o'taman. Xo'sh, birinchi o'rinda sizlar bilan mana shu Bitget birjasidan to'g'rirog'i qanday qilib to'g'ri ro'yxatga o'tish mumkin? Xo'sh, добро пожаловать на Bitget deb qo'yilgan. Men o'zimga ruscha interfeys qilib olganman. Sizlar uchun ham o'zingiz uchun ruscha interfeys qilib olishingiz mumkin. Xo'sh, bittalab maydalab tushuntira olmayman. Uni ham maydalab tushuntirishim mumkin. Buni hozir ko'rsataman. Xo'sh, bu hozir ko'rsatgan harakatlarimdan istalgan odam tushunib olishi mumkin. Asosan siz ro'yxatga o'tishlarni doimiy qilib yurgan bo'lsangiz, albatta tushunishingiz unaqa muammo bo'lmaydi. Xo'sh, demak, masalan, siz nomer telefon orqali yoki email pochta orqali qilishingiz mumkin. Xo'sh, men sizga email pochtani qilishingizni tavsiya qilaman, chunki email yaxshiroq nomerga nisbatan. Nomerga masalan kod kelmasligi mumkin va hokazo muammolar bo'lishi, lekin emailda asosan siz Bitgetda internet orqali ishlaringizni bajarganingiz sababli, offline unaqa ishlata olmaganingiz sababli emailda ishlaysiz asosan. Shuning uchun emailingizni qilib qo'ying. Baribir o'sha emailingiz esingizda qolsin. O'sha faqat bitta Bitget uchun ishlatish uchun emas, doimiy ishlatadiganingizda oling yoki umuman shu emailingizni nomi esingizda qolsin va parollari hamma daniylargacha esda qoldiring. Bo'lmasa ertaga tashlab qo'ygan pulingizni chiqara olmaysiz yoki qandaydir muammolar bo'lishi mumkin. Shuning uchun hammasini, masalan, qandaydir gmail.com va hokazo o'sha emailni ro'yxatga o'tkazasiz. Bu yerdan esa parol, masalan, parolga masalan shu shartlarni qo'yilgan, masalan, 8 tadan 32 tagacha belgidan iborat bo'lsin deyapti va hokazo o'sha narsalarni qilingan. Поддерживается только mana shunaqa belgilar qo'llab-quvvatlanadi. Mana shulardan birini qo'yishingiz mumkin va hokazo shunday. Shunday parol qo'yingki, чтобы sizda esingizga osonroq bo'lsin, o'zingiz uchun, boshqalar uchun qiyin bo'lsin va eslash ham osonroq bo'lsin va hokazo. Xo'sh, bu yerga parol kiritasiz. Keyin bu yerdan keyin referalniy USDTni to'g'rirog'i nomini qo'yasiz. Referalniy kod nima? Referalniy kodni hozir sizlarga ko'rsataman. Xo'sh, referalniy kod xo'sh, mana referalniy kod mana shu UTSDni o'sha mana shu yerga copyright qilib olib, masalan, UTSDni kiritasiz. Masalan, o'sha bo'ldi, всё. Parol, email pochta, o'zingizda email pochta doimiy foydalanadigan email pochtangiz, keyin parolingizni yozasiz. Mana bunaqa moshenniklar va hokazo kirmasligi mumkin. Agar ko'rmasangiz, yopib qo'ysangiz tushunsa, bunday ko'rib, masalan, qanday yozayotganingiz ko'rinmasa bu yoqda, masalan, bu yerga masalan qanday yozayotganini ko'rishingiz mumkin. Va hokazo. Bu yerga esa referalniy kodni UTSD ya прочитал deb qilib, shu bilan registratsiya o'tasiz. Xo'sh, bu yerda agar tavsiya qilaymi sizga, unaqa tavsiya qila olmayman. Nimaga? Garantiya yo'q bu narsaga. Nimaga? Masalan, Google, Apple, Telegram yoki kошелек orqali ulab ro'yxatga o'tsangiz, qachondir vaqt keladi bu narsalarni поддержка qilmasligi ham mumkin. Ya'ni поддержка qilmasa, masalan, bosganingizdan so'ng bu narsa kirmaydi, to'g'rirog'i, avtomatik kirib ketmaydi. Buni nimasi qulay? Masalan, Google'da ustiga bossangiz, avtomatik o'zi sizda daniylaringizni kiritadi, hammasini kiritib, parol ham qo'yadi. Lekin o'sha parolni siz bilmaysiz, qandaydir parol qo'yganini bilmaysiz. Shuning uchun keyin uni qidirishingizga to'g'ri keladi, muammolarga sabab bo'ladi. Shuning uchun bu garantiya yo'q, chunki vaqt kelib bu narsalar tugmachalar yo'qolishi mumkin, ishlamay qolishi mumkin, qandaydir sabablar sababli. Shuning uchun eng qulay variant shu email, parol, keyin o'sha referalniy kod UTSDni qidirasiz va hokazo. Xo'sh, bo'ldi. Shu bilan keyin registratsiyadan o'tkazgandan so'ng kod deydi. O'sha email pochtangizga kirib, masalan, email pochta, masalan, bo'ldi. Masalan, men brauzerdaman. Brauzerda ham, telefonda ham почти bir xil, faqat brauzerda qilishingizni tavsiya qilaman, qulayroq. Pochtaga kirasiz. O'sha pochtadan masalan kod keladi, masalan, shu pochtaga kirib, o'sha pochtadan kod keladi. O'sha pochtani bemalol qilishingiz mumkin. O'sha pochtadan kod kelgandan keyin sizga tasavvur qiling, kodni terasizlar, keyin robot yoki robot emas, shaxsiy odam ekanligingizni tasdiqlash uchun terasiz, bo'ldi, shu bilan qonuniy ro'yxatga o'tdingiz. Keyin shu bilan Bitgetni xohlasangiz sayt qismidan kirishingiz mumkin, xohlasangiz ilova qismidan mana shu vойти qilib, o'sha emailingiz yoki telefoningizni kiritib verifitsировать deb qilib, shunday qilib kirib ketishingiz mumkin va shu QIC o'sha tizimlardan ham albatta o'tasiz va bo'ldi shu bilan.
Umuman olganda telefonda ham, telefondagi brauzerda ichida ham ro'yxatdan o'tsangiz bo'ladi yokida kompyuterda o'zidan brauzerdan ro'yxatdan o'tib olsangiz bo'ladi. Xo'sh, CoinPay birjasiga keladigan bo'lsak, to'g'rirog'i Binance afsuski ishlamayapti. Ko'rib turibsizlar, oddiy o'zimizda internet bilan ishlamaydi. Shuning uchun xohlasangiz VPN orqali qilishingiz mumkin. Ikki xil, har xil yo'l bor. Buni oldingi videolarimda qo'yganman. Shu bemalol ko'rib, ko'rishingiz mumkin. Yana qisqacha sizlarga tushuntirib ketaman. Ikki xil bir nechta yo'llari bor. Masalan, qonuniy qanday qilib ro'yxatdan o'tish mumkin Binance'dan? Binance'ga CoinPay'ga kiramiz va bu yerda ko'rsangiz, registratsiyadan bossangiz baribir ishlamaydi. Uning uchun CoinPay mana shu Binance deb qilamiz masalan. Binance desak, hop, mana Binance kirdi. Uje kirgandan so'ng, agar umuman shuncha paytgacha Binance'dan foydalanmagan bo'lsangiz, bo'ldi, shu bilan ro'yxatdan o'tishni bosasiz. Ko'rib turganlaringizdek, mana ochildi. Endi xuddi bu narsa bo'lganlar kabi mana shunday "Добро пожаловать Binance" deb qo'ygan. Shu учетный запись, ya'ni o'zingizning shaxsiy akkauntingiz, hisobingizni ochishingiz mumkin. Bu yerga ham elektronniy pochta va hokazo parol, shunday yana xuddi shunaqa Bitgetga o'xshab ketadi. Paytap qilasiz. Oxirida shu referral ID, ya'ni sizda anaqa sizda qo'shilish bormi yoki shunaqa kimdir qo'shdimi degan savolga qilsangiz, ha deb javob berib, dani bosib, shu bilan mana buni kiritasiz. Ya'ni mana shu sonni kopiya qilib olishingiz mumkin. Albatta o'sha Bitget, mana shu Bitgetdagi o'sha promo kodimni ham va kod ID o'sha mana shularni ham hammasini sizlarga mana shu kommentariy bo'limiga tashlab qo'yaman. Shu bilan sizlar bo'ldi, shu bilan ro'yxatdan o'tib olasizlar. Buni ham xuddi shu Bitgetga o'xshash registratsiyasi bor, bo'ldi, всё. Shu bilan sizlar mana shu Binance'dan qonuniy ro'yxatdan o'tgan bo'lasizlar. Yokida masalan xohlasangiz bunaqa yo'li bor. Binance'ga masalan kirdik, masalan bo'ldi, masalan VPN olaylik, masalan brauzeringizda ro'yxatdan olgansiz, Binance masalan kiraylik. Binance qildingiz va bunga kirib VPN orqali ro'yxatdan o'tasiz, to'g'rirog'i. Xo'sh, demak, mana sign up degan ingliz tilida asosan tarjimasi sign up, ro'yxatdan o'tish. Ko'rganlaringizdek, xuddi shunaqa ko'rganlaringizda mana o'shanday qilib ro'yxatdan o'tasiz VPN orqali. Buni xohlasangiz telefonda brauzerda ham yokida telefonni ilovasini o'zida ham qilishingiz mumkin va yana kompyuterda o'zini brauzerda ham mana shu ro'yxatdan o'tishingiz mumkin. Bo'ldi, shu bilan keyin shu bilan VPNni o'chirasiz. Keyin shundan keyin uje Binance qilganlarimizdan so'ng CoinPay yangi saytga kiramiz. CoinPay, masalan CoinPay Binance deylik. CoinPay Binance mana. O'sha saytga kirib kirishni bosamiz. Kirishni qilib o'sha shunchaki email pochtangizni qilib, kodni подтверждать qilib, shunday qilib ro'yxatdan o'tib olsangiz bo'ladi. Bu qulayroq bo'ladi. Telefonda qilsangiz o'sha ikkinchi, hozirgi o'sha aytgan ikkinchi yo'lim bu anavi CoinPay'ga qaraganda qulayroq, chunki CoinPay'da QIC ni o'sha sayt orqali qilasiz, noqulay bo'ladi. O'sha narsani xohlasangiz telefonda ham qilishingiz mumkin. VPN bilan ko'rsatdim. Telefonda bez VPN qilib o'rnatishingiz mumkin va shuni telefonda QIC ni qilasiz. Telefonda esa ya'ni o'zini ilovasida Play Market yoki App Store, iPhone'da o'sha ko'rsatilgandek o'sha bez VPN, ya'ni VPN siz anaqa shu QIC dan qulay o'tkazishingiz mumkin. Shu ikkita yo'ldan birini qilishingiz mumkin. Bu yo'llar shu asosan bir nechta yo'l, men endi asosiy, основной anaqa umumiy holda ikkita yo'l deyman, shunday. Bo'ldi, shu bilan bo'ldi. Xo'sh, endi sizlarga tushuntirsam, xo'sh. Bu masalan men sizlarga aytganim, ya'ni masalan referral ID ni nima uchun sizlarga qo'shyapman? To'g'rirog'i, referral ID meni promo kodim orqali agar kodimni tersangiz, sizlarga sovg'alarim bor, bonuslar bor. Ya'ni men o'sha Binance'da ham, Bitgetda ham to'g'rirog'i официальный partnyorman, tabriklaysizlar. Bu narsa uchun sizlarga sovg'alar beraman. Masalan, обычный пользователь oddiy ro'yxatdan o'tsangiz, hech narsa qo'shmasdan sizga hech narsa bermaydilar. Xuddi men kabi. Masalan, Binance'da bonusni center menda masalan ko'rib turibsizlar yo'q. Ya'ni men hech kimni referalsiz o'tmaganman va menda hech narsa yo'q. Agar siz Binance'dan o'tgansangiz, sizga vaucherlar qo'lga kiritishingiz mumkin va boshqa ballar, chegirmalar olishingiz mumkin. Masalan, bunga misol sizlarga misol qilaman. Men masalan mana spot tariqasida официальный partnyorman. Demak, ko'rib turibsizlar mana.
Demak, mana aytilgan, masalan, ruscha tarjima qilib olishingiz mumkin. Когда пользователь регистрируется по вашей партнерской ссылке, они получают специальный бонус за регистрацию. Ya'ni bonuslar olishingiz mumkin, ya'ni vaucherlar. Qanday masalan? Stoyimiz paketi narxi tushadi $100 paket vaucherlar olib olishingiz mumkin. Bu qanchadir son bilmayman, shu 20 tagacha bo'lgan son oralig'ida agar mana shu 30 kun ichida, за последние 30 kun oralig'ida shu olishingiz mumkin. Yokida agar mana shu 30 kun за последние 30 dni, ya'ni oxirgi 30 kun ichida 20 tadan odam o'tsa, sizlarga $300, lekin kamida agar shunaqa odam o'tsa, baribir sizlar $100 olasizlar. Ya'ni aytmoqchiman, хотя бы sizlar $100 olasiz. Agar qancha odam ko'p ro'yxatda o'tsa, meni mana shu o'sha tashlagan Binance kodim orqali, referral ID'm orqali va Bitgetda bo'lsa shu ana bu Binance'da mana ko'rganingiz 200 tadan odam oxirgi 30 kun ichida agar ro'yxatda o'tsa, sizlarga $600 vaucher beradi. Bu vaucherni qanday ishlatish hammasini sizlarga o'rgataman. Umuman bu vaucherda Bitcoin olishga va hokazo oldi-sotishlarga qo'llab olishingiz mumkin va boshqa narsalarga, programma dasturlariga qo'llab olishingiz mumkin. Bo'ldi shu. Keyin bo'ldi shu bilan mana bu sizga yana shuni aytmoqchiman. Agar o'sha Bitgetdan o'sha UTSD degan o'sha referral ID'ni kommentariyaga Binance'ga ham Bitgetga ham kodlarni tashlab qo'yaman. Qilsangiz, masalan, sizga chegirma beradi mana. Skidka za комиссия спотовый tranzaksiya. Agar spotda siz anaqa oldi-sotdi tranzaksiyalar qilsangiz 10% gacha chegirma olishingiz mumkin. Bu yaxshi albatta. Shuning uchun men yoqib qo'ydim sizlarga. Masalan, hozircha bitta bo'ldi o'sha referral orqali. Endi siz bemalol o'sha ko'payishingizni tilab qolaman. Shu olishingizga 10% skidka olasiz va undan tashqari yana bonuslar, har xilcha mana tanlovlar bo'lyapti. Hammasini spitskasini agar so'rasalaringiz, lichkamni ham qoldiraman, tashlab beraman sizlarga. Shu bemalol qatnashingiz, bir emas, ikkita ro'yxat bor va boshqa 3 ta 4 ta ro'yxati bor. Masalan, hammasiga ro'yxatda o'zi yangi foydalanuvchilar ro'yxatida sizlar uchun alohida dasturlar bor. Masalan, eskilar kira olmaydi. Masalan, men ham kira olmayman. Masalan, mana bu Fiat orqali qilishingiz mumkin. Mana shartlari bor, hammasini qilasiz. Bonuslar, o'yinlar, rozыгрышlar hammasini yutib olishingiz mumkin. Xo'sh, mana yana mana ko'rganingizdek, до новых пользователей зарабатывайте APR до 776% USDT и получаете airdrop. 20 USDT airdroplar olishingiz mumkin. Xullas ko'rganingiz, undan tashqari yana umumiy anaqa dasturlar bor. Tablitsa Titani futuresni trading, ya'ni siz futures bo'yicha trading qilsangiz, mana shu vazifalar va hokazolarni bajarsangiz ham yutib olishingiz mumkin. Xullas, umumiy olganda shu narsalarni tushuntirdim. Agar ro'yxati bo'lsa so'rasangiz, xullas imkoniyatlar ko'proq bo'ladi. Ya'ni meni o'sha orqali qilsangiz va mana bu Binance'nikini tushuntirsak, mana shu quruq bo'ladi. Agar bez referral termasangiz, xuddi meniqa shunaqa bo'ladi. Buni agar men referral qilib, mana shu vaucherlaringiz ham ega bo'lasiz, ballarga ham ega bo'lib, xullas sizda savdo qilish va hokazo Binance'da va Bitgetda harakat qilishingiz mana shu imkoniyati oshadi. Ko'proq plyus bo'ladi demoqchiman. Shunday. Xo'sh, mana kompaniya Binance sizga nima taklif qiladi? Boshqacha ro'yxatlari bor Binance ham. Bularni ham hammasini sizga tashlab berish mumkin. Bemalol qatnashishingiz mumkin. Masalan, mana kunlik zadaniyalarni bajarib, masalan, 10,000 USDC ga olishingiz. USDC dollarda analogiyaviy varianti, kriptovalyuta varianti, ya'ni dollarga o'xshagan o'zini kriptovalyuta desa ham bo'ladi. Почти kursi bilan bir xil yuradi. Mana shu ishlashingiz mumkin. Hammasi haqida tushuntirib o'taman. Asosiysi bugungi xulosa, ya'ni bugungi o'zi xulosa, to'g'rirog'i siz to'g'ri ro'yxatda o'tish bo'ladi. To'g'ri ro'yxatda o'tishingiz kerak bo'ladi. Xo'sh, bo'ldi. Shu bilan shular iborat edi. Xo'sh, endi oxirgi sizlar uchun taklifim, o'zi вообще-то meni YouTube kanalim bor. O'sha YouTube kanalimdan videolarni ko'rishingiz mumkin. Xo'sh, savollaringiz bo'lsa shu bemalol kommentariyaga yozishingiz mumkin. Bir xillar masalan lichniy javob berishadi, lichniy savol berishadi. Meni ya'ni lichkamni topib yoki endi sizlarga shu kommentariyaga lichkamni qoldiraman. Xo'sh, o'zi вообще-то lichkada sizlar bilan aloqa qilish, gaplashish o'zi meni vaqtim yo'q, lekin sizlarga vaqt ajratishim mumkin. Pullik va pullik xizmat orqali. Buni hammasini agar pullik xizmatga qiziqadigan bo'lsa, lichkaga yozishim mumkin va endi sizlarga sovg'a tariqasida meni partnyor bo'lganligim, o'sha ikkita kompaniyani partnyor bo'lganligim sababli sizlarga yana bitta sovg'a, ya'ni
Men sizlarga ya'ni barcha xizmatlarimni shu bemalol lichkada aloqa qilishingiz mumkin, как maslahatchi sifatida bemalol savollaringizni berishingiz mumkin. Umuman o'zingiz qiziqtirgan javoblar ba'zi o'zim bilgan tajribalar ravishida shu qo'ldan kelgancha albatta sizlarga yordam beraman. O'sha Binance, Bitget shu nafaqat bu Binance, Bitget va boshqa birjalarni ham albatta harakatdaman o'sha partnyor bo'lishga. Hozircha o'shalardaman. O'shalar bo'yicha bemalol savol va boshqa dasturlar bo'yicha xullas gapni qisqasi meni referalim bo'lsangiz, sizlarda imkoniyat ko'proq bo'ladi. Ya'ni bemalol meni lichkamda sizlar bilan fikr almashishimiz mumkin, o'rgatishim mumkin. Даже agar o'rganib qilolmasangiz o'zim ham qilib berishga harakat qilishim mumkin. Ya'ni xizmatlar bepul bo'ladi. Faqat shart shunday, o'sha men o'zim tekshiraman, ya'ni o'sha ro'yxatda o'tishni to'g'ri qilgan bo'lsangiz, o'sha skrinshotini men UTSD terdim deb o'sha Telegramdan tashlaysiz va men o'zimni bazamdan shu bazamdan sizlarga ko'rsataman. Shu bilan bazamdan to'g'riroq ko'raman, tekshiraman. Agar chindan ham meni referalim bo'lsangiz, o'sha xizmatlarim barchasi siz bilan gaplashish, anaqa o'rgatish va hokazo. Nafaqat bu kripto soha, balki boshqa o'zimni IT sohadagi va qanday pul topish yo'llarini hammasini o'rgatishim mumkin. Savollaringizga xullas lichkada, lichniy ya'ni shaxsiy o'zingiz masalan kommentariyada savol berishga uyalsangiz, bemalol o'sha lichkamni ham qo'ldiraman, qilishingiz mumkin. Faqat aytganimdek, oldin manaqa lichkada faqat pullik xizmat bor edi, endi bepul xizmat, ya'ni meni referallarim uchun bepul hammasi bo'ladi, shunday. Va sizlar uchun ham qilishim mumkin. Va agar judayam ko'payib ketsalaringiz referalarim sizlar uchun albatta alohida kanal ochaman, gruppa ochaman. U yerda gruppada sizlar masalan bir-birlaringiz bilan muhokama qilishingiz mumkin. Men ham qo'shilaman albatta. Va shu o'sha kanalda, ya'ni lichniy kanal, ya'ni yopiq kanalda sizlarga o'zimni e'lonlarimni va boshqa narsalarni tashlab boraman. Xullas shu narsani ham joriy qilmoqchiman. И bo'ldi shulardan iborat edi. Bo'ldi, shulardan iborat edi. Shu savollaringiz bo'lsa yozishingiz mumkin. Like bosib qo'yingizlar. Albatta kanalga obuna bo'lib qo'yingizlar, qo'ng'iroqchani bosib. Bundan oldingi yaxshi zo'r videolar chiqarganman. Bu shu gapni shunaqa qisqa sifatda shu sizlar bilan o'zimni xizmatlarimni va qanday qilib muvaffaqiyatli shu ro'yxatda o'tish mumkin, shularni hammasini tushuntirdim. Va do'stlaringizga ham ulashib qo'yingizlar. И aytgancha men faqat mana shu kripto sohada emas, boshqa sohalarda ham shu daromad qilganman. Shularni ham o'rgatishim mumkin. Va shuncha paytgacha menda masalan 1 yillik opit bo'lsa, men tradingsiz kripto sohada daromad qilganman. Sizlar ham bunday qila olishingiz mumkin. Tradingni o'rganishingiz shart emas. Agar o'rgansangiz o'zingiz uchun plyus. Ya'ni men ham shuda hozir o'rganish davomidaman. Hali vaqt ajratganim yo'q o'rganishga. Albatta buni ham o'rganib, o'sha bor bilimni sizlar uchun o'rgatishga harakat qilaman shunday. Faqat meni referalim bo'lsangiz yokida agar bo'lolmasangiz shu pullik xizmatim orqali shu qilishingiz mumkin shunday. Undan tashqari shu YouTube'da ham mana shu berib boraman bilimlarimni. Bo'ldi shulardan iborat edi. Xo'sh, keyin bo'ldi shu kanalga ovoz bilan qo'ying, like, kommentariya, podpiska bo'ldi sizlar bilan suhbat edi. Uzr Saidov kanalini kuzatishda davom eting. Keyingi video nima haqida bo'lsa, albatta shu talablarni ham ko'rdim. Bor aktyorligingizni ko'rsating va kommentariyada shunchalik o'sha kommentariyada o'sha savolingizni bitta o'sha savolingizni yoki taklifingizni yozing. Shu ko'rayki, shu boshqalarga nisbatan aktivroq bo'lgani sababli sizga ko'proq e'tibor beraman shunday. Chunki talab ko'payib ketyapti, odam ko'payib ketyapti, shuning uchun har bitta uchun vaqt ajratolmayapman. Endi asosan konkurensiya bo'ladi bir-birlaringiz o'rtasida shunday. Xo'sh, shular bilan iborat edi. Sizlar bilan suhbat edi. Xayr, salomat bo'linglar.